Dada o'ynaylik deydi. To'rga kirgan bolangiz. Bak deysiz, "Aba, olib chiqmaman" deysiz. Endi qayoqdan siz yaxshi ko'rsin bu? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bitta hayotimizdagi ishda ibrat bo'lgan zot yelkasiga, kuragiga, beliga o'tkazib, to'rag'alab yurib, tasavvur qiling Muhammad alayhisalom. Ni'mal jamalu jamalukuma, ni'mal hamalani antuma. Tuyalaringiz naqadar yaxshi tuya va ikkingiz naqadar yaxshi minuvchisizlar deb ko'tarib yuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qigani haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdadan. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kalak ko'tarib bunday qaraydi. Nima gap keldi? Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minib oluvdi, to o'zi qonib tushmaguncha dedi, bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda? Qaysi ishda? Namoz o'qiyotganda qaranglar, birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib olsa cho'zib oryaptiki,